Ey, sen qanaqa ayolsan, ha? Men ishdan kelishimni kutib olmasang, ovqatimni, choynonimni yonimga qo'ymasang, hamma ishni oyim qilib yuribdilar. Bu qanaqa ahvol? Namcha vahima qilasiz? Bola yig'laganda kirgandim oldiga. Menga ham oson emas, bola bilan charchayapman axir. Shu bolani bahona qilib hamma ishni oyimga tashlab qo'yishing yaxshi emas. Idish tovoni ham oyim yuvsalar, ovqatni ham oyim qilsalar, kirlarimni oyim yuvsalar, sen nima qilib yuribsan? Qilsalar ham shu uchun qilyaptilar, men uchun qilmayaptilar-ku. Seni tiling ikki qarich bo'lib qopti, ha? Tiling chiqyaptimi? Oldingi Ma'suma qani, muloyim Ma'suma? Yo men tush ko'ryapmanmi? Menga ham oson emas. Charchayapman, robot emasman. Voy, nima ish qilib charchiysan? Dalada ishlamasang, ketmon chopmasang, mol boqmasang, nima ish qilib charchiysan? Tushunarli. Xolam sizga rosa yomonlabdilar-da meni, ha? Ey, og'zingga qarab gapir. Oyimni menga qarshi qayrama, tushundingmi? Agar oyim yaxshiliklarini bilmasang, ikki ko'zing ko'r bo'ladi, tushundingmi?